Mana qarang, diqqat bilan kuzating. Oyoq pedal bilan qanaqa harakatlanadi? Tovon tormozni tagiga turadi, kaft qismi bosadi. Tormoz, gaz. Tormoz, gaz. Ko'ryapsizmi? Faqat kaft qismi borib kelyapti, tovon qimirlamayapti. Agarda siz tovon bilan kaftni baravar olib boradigan bo'lsangiz, ya'ni gaz, tormoz qiladigan bo'lsak, pedallarni adashtirib qo'yamiz. Gaz bosadigan joyda tormoz bosib qo'yamiz, tormoz bosadigan joyda gazni bosib qo'yamiz. Shuning uchun turgan holatda mana tovon tagida turadi, tormoz, gaz. Tormoz, gaz. Keyin tormozni bosayotganda tovon ko'tarilishi kerak emas. Tovon taqalib turadi tagida. Agar taqalmayotgan bo'lsa, demak, sidena orqaroqda, yaqinroq surishimiz kerak. Keyin kaftni uchida bosmaymiz yoki tegi bilan bunaqa bosmaymiz. Faqat mana shu kaft qismi bilan bosamiz. Tushundingiz? Agar bunaqa bosadigan bo'lsa chiqib ketadi. Agar bunaqa bosadigan bo'lsa sezmaymiz, nimani qanchalik bosayotganimizni, bunda his qilib turamiz.